Uyg'urlarning qonun tashnaligi. Avtori Doktor Mamtimin. Vatandagi zulmning kun sayin ig'irlashishi, jazo lageriga solanganlarning kundan kunga ko'payishiga va 9 yil ilgari Amerikada o'ttirg'i chiqib, hozirga qadar oxiri chiqmagan Uyg'urlarga munosabatlik qonunning qaytadan qiziq nuqtaga aylanishiga ergishib, Uyg'urlarning Amerikada qonun chiqarishga bo'lgan tashnaligi tez suratda eshib bormoqda. Ko'pinchimizning xabari bo'lgandek, 1987-yildan boshlab Amerikada Tibetlarga munosabatlik ko'plagan qarorlar va bir qonun ma'qullangan bo'lib, ularning ichida eng muhim bo'lgan Tibet siyosati qonuni deb atalgan qonun 2001-yili 5-oyning 9-kuni Amerika parlamentiga tanishtirilib, Amerikaning Kengash va Avom palatasida 1 yildan ko'proq vaqt talash-tartish qilinib, yerimdan ortiq parlament a'zolarining tasdiqidan o'tgandan keyin 2002-yili 9-oyning 30-kuni prezident Bush tarafidan qo'l qo'yilib, rasmiy qonun shaklda ijro qilishga boshlagan. Bizning xalqimiz uzundan beri, bo'libmi yaqinqi yillardan beri duch kelayotgan bostirish va qirg'inchiliklar, Tibet xalqi yuzlangan bostirish va qirg'inchiliklardan hargiz oz emas. Biroq hozirga qadar Amerikada bizga munosabatlik hech qanday bir qonun ma'qullanmadi. Bugünkidek ig'ir kunlarda xalqimiz haqiqatanmi Amerikada Uyg'urlar to'g'risida shunday bir qonun chiqarishiga allburun haq etdi. Amerikada bizning haq huquqimizni qo'g'daydigan bir emas, hatto bir necha qonun va qarorlar ma'qullanishi kerak. Undaqda Tibetlarga ma'qullangan u qarorlar va qonun nima uchun bizga ma'qullanmadi? Biz va bizning tashkilotlar qaysi taraflarda yetarli xizmat qila olmadi? Bu savolga javob berish uchun oldi bilan Amerikaning qonun ma'qullash jarayoni bilan tanishib o'tmak lozim. Amerikaning qonun ma'qullash jarayoni. Amerikada qonun ma'qullash hargizmi yezib tayyorlangan qonun loyihasining dastlabki nusxasini parlament binosi ichida ishxona ko'tarib yurib, oldiga uchirgan parlament a'zolariga imzo qo'ydirish orqali hal bo'ladigan ish emas. Amerikada qonun ma'qullash jarayoni nihoyat murakkab bir jarayon bo'lib, uning jarayonini nihoyat oddiy qilib aytganda, tövendagi bir necha qadam bosqichlarga yig'inchoqlash mumkin. Amerikada qonun ma'qullash uchun oldi bilan bir yoki bir necha parlament a'zosi ma'qullamoqchi bo'lgan qonun loyihasiga kepil bo'lib imzo qo'yish kerak. Ikkinchi qadamda u qonun loyihasiga 5 Avom palatasiyasi uchun 8 yoki Kengash palatasiyasi uchun astin boshlangan qonun ma'qullash nomeri bekitilib, Avom palatasidagi munosabatlik komitetning muzokara qilinishiga suniladi. Agar muzokara qilingan qonun loyihasi komitet tarafidan tasdiqlansa, Avom palatasiyasiga ovoz berishning kun tartibiga qo'yiladi. 3-chi qadamda qonun loyihasi Avom palatasiyasida munozara qilinadi. Agar Avom palatasidagi 435 vakil ichidan 218 ning qo'llashiga erishsa, qonun loyihasi Avom palatasida tasdiqlangan bo'ladi va Kengash palatasiyasiga boradi. 4-chi qadamda qonun loyihasi
Kengash palatasiga bargandan keyin Kengash palatasidagi komitetning muzokara qilinishiga suniladi. Agar muzokara qilingan qonun loyihasi Kengash palatasidagi komitet tarafidan tasdiqlansa, Kengash palatasi tarafidan ovoz berish va munozara qilishga sunildi. 5-qadamda agar qonun loyihasi Kengash palatasidagi 100 parlament a'zosi ichida 51 a'zo tarafidan tasdiqlansa, eng oxirgi muzokara va o'zgartish uchun Avam palatasi va Kengash palatasi vakillaridan tarkib topgan qurultay komitetiga suniladi. 6-qadamda Avam palatasi va Kengash palatasi vakillaridan tarkib topgan qurultay komiteti bu ikki parlament tarafidan muzokara qilingan qonun loyihasini bir yerga akilib selishtirdi va eng oxirida birlikka kelgan qonun loyihasini qaytadan Avam palatasi va Kengash palatasining ko'rib chiqishiga sunudi. Ular uni ayrim muzokara qilib, eng oxirgi qonun loyihasini tasdiqlaydi. 7-qadamda eng oxirgi tasdiqlangan va birlikka kelgan qonun loyihasi besib chiqarilib, prezidentning tasdiqlashiga suniladi. Prezidentning u qonun loyihasini tasdiqlash va yoki rad qilish uchun 10 kun vaqt bor bo'lib, agar u 10 kun ichida tasdiqlab qo'l qo'ysa, u qonun loyihasi rasmiy qonun bo'lib kuchga ega bo'ladi. Bo'lmasa rad qilinib parlament a'zolariga qaytariladi. Amaliyotda ma'qullamoqchi bo'lgan qonun loyihasi yuqorqi har bir bosqich jarayonida butunlay o'zgartirishi, hatto tamoman rad qilinishi mumkin. Qonun ma'qullashning yuqorqi qadam bosqichlariga asoslanganda, Amerikada qonun chiqarish uchun yolg'iz namoyish qilish yetarlik emas bo'lib, uninglik uchun eng muhimi bir tarafdan davoni Amerika parlament a'zolariga unumlik anglitadigan bir turkum kasbiy xodimlar va yoki lobbichilar bo'lishi kerak. Yana bir tarafdan har qaysi shtatlarda yashayotgan Amerika vatandoshi bo'lgan har bir Uyg'ur davoni o'zi turayotgan shtatdagi Avam palatasi va Kengash palatasi a'zolariga o'zliksiz anglitib, ma'qullanmoqchi bo'lgan qonun uchun ularning parlamentda ovoz berishini qo'lga keltirish kerak. Yaqinda Amerikada Tibetlarga munosabatlik yana bir qonun loyihasi Avam palatasi qonun komitetining birdak tasdiqlashidan o'tibdi. Tibetlarning bu qonun loyihasi tunji bo'lib 2014-yili Amerika Avam palatasiga tunishtirilgan ekan. 4 yildan keyingi bugungi kunda Aran qonun ma'qullashning dastlabki qadamini tamomlabdi. Bu qonun loyihasida Xitoy fuqarolarining Amerikaga erkin kelib ketarligiga o'xshash, Amerika fuqarolari, amaldorlari va muxbirlarning Tibetga erkin berib kelalaydiganligi o'ttirg'i qo'yilgan ekan. Agar bu qonun loyihasi eng oxirida tasdiqlanib, rasmiy qonunga aylansa va amaliylashsa, tashqi dunyoning Tibetda bo'layotgan ishlardan xabar tepishiga cho'ng foydasi bo'lishi mumkin. Undan boshqa Amerikaning Tibet musofirlarga yordam qilish qonuni loyihasi 2008-yili tunji qatim parlamentga tunishtirilgan bo'lib, uningda har yili 3000 Tibetga Amerikaga kelish uchun viza berish talab qilingan ekan. 2008-yildan keyin bu qonun loyihasi bir necha qatim Amerika parlamentiga qayta tunishtirilgan. Eng oxirgi qatim 2017-yili tunishtirilgan.
mening qarshimcha, Amerikada Tibetlarga munosabatlik bu qonun va qarorlarning ma'qullanishi Tibetlarning uzun muddat uzluksiz tirishchanligi bilan munosabatlik. Tibetlarning dahisi 14-qitimliq Dalai Lama 1979-yili Amerikani tunji qitim ziyorat qilgan ekan. Shuningdan e'tiboran Dalai Lama bilan Amerika parlament a'zolari orasidagi qo'yiq munosabat o'rnatilishga boshlagan. Shundaq bo'lganda Tibetlar Amerikada rasmiy da'vo elib berayotgani 40 yilga yaqin bo'lgan. Ular bu 40 yilga yaqin vaqt jarayonida Amerikada, jumladan G'arbda qandoq da'vo qilishning usullarini obdan o'rgandi. Tibetlar Amerika va boshqa G'arb davlatlarida o'zlari uchun da'vo qilib berdigan nurg'un kishilarni qo'lga keltirdi. Ularning ichida mashhur jamoat arboblari oz emas. Ularning yetarlik iqtisodiy bo'lg'achqa lobbichilikqa alohida ahamiyat bergan. Ishonamanki, Tibetlar u qonun va qarorlarni ro'yobga chiqarish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatdi. Ular oldi bilan Tibet xalqining manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ydi. Bizdagi ba'zi insonlarga o'xshash manmanchilik va obro'y talashish, bir-birini xoin, munofiq deb o'zaro haqorat qilishmadi. Millatning ittifoqi va birligini buzmadi. O'zaro ittifoqlashib, kuchni birlikka keltirdi. Shu sababdan Tibet xalqining haq huquqini qo'g'daydigan bu qonun va qarorlar ma'qullandi. Biz Amerikada da'vo boshlag'ili 1998-yildan hisoblasak, endi 20 yil bo'ldi. Biz garchi bu 20 yil vaqt jarayonida G'arbda qandoq yashashni, tashkilot qurib, har xil faoliyat va namoyishlarni uyushtirishni oz-to'la o'rgangan bo'lsaqmi, biroq Amerikada qonun qandoq ma'qullanadiganligini va qonun ma'qullash jarayonida qandoq omillarning muhim rol o'ynaydiganligini to'liq tunib yetolmadik. Yetarlik parlament a'zolarining qo'llashiga erisholmadik. Iqtisodiy jihatdagi har xil qiyinchiliklar tufaylidan va yoki lobbichilikning muhimligini tunib yetmasligimiz tufaylidan lobbichilikqa alohida ahamiyat berolmadik. Eng muhimi, qo'limizga kelgan fursatlardan unumli foydalana olmay qoldik. Ha desa, bir-birimizni haqoratlab, savallikni boshqalardan izdidik. Bir-birimizni yaratmadik, bir-birimizni inkor qilishdik. Odatda parlamentga tunishtirilgan har qanday qonun loyihasiga Avam palatasi uchun 8 Kengash palatasi uchun astin boshlangan qonun ma'qullash nomeri bekitilib, parlament arxivida saqlanadigan bo'lib, men parlament tor betidan Tibetlarga oid nurg'un uchurlarni izlab topdim. Uyg'urlarga oid chiqqan qarorlar resolutionsini topdim. Yozmaning oxiriga qarang. Men garchi Uyg'urlarga oid qonun loyihasi va yoki qaror loyihasiga munosabatlik barliq uchurlarni qarab chiqqan bo'lsam-mu, biroq 9 yil ilgari ma'qullamoqchi bo'lgan u qonun loyihasi to'g'risida hech qanday bir yip uchi topolmadim. Men egillagan ahvollarga asoslanganda 9 yil ilgari biz uchun tuzilmoqchi bo'lgan u qonun Amerikaning rasmiy qonun ma'qullashi kun tartibiga texi kirmay turib, qonun loyihasining dastlabki bosqichida to'xtab qolgan. Hammamiz bilgandek, Amerika yuksak demokratlashgan qonuniy bir davlat. Shaxslarning saylanish har xil qonuniy haq-huquqlari bor. Biroq shaxslar
Amerikaның qonun tuzish sistemasiga xohlagancha ta'sir ko'rsatib, o'zining shaxsiy g'arzi uchun tuzilayotgan qonunni xohlagancha to'sib qala olmaydi. Shunga biz burun ko'nib qolgan odatimiz bo'yicha tafakkur qilib, savallikni o'zimizdan izdamay, mas'uliyatni boshqalarga, bo'libmi bizga yordam berganlarga yuklab qo'ysak, u osh bergan qozonni chaqqonliq bo'ladi. Bizda o'tgan ishni salovat deydigan ota so'zi bor. Mening qarshimcha, hozir o'tib ketgan ish uchun ishchimizdan javobgar tepib, uni ko'rash qilish bilan vaqt isrof qiladigan vaqt emas. Agar bizning masalani hal qilish niyatimiz bo'lsa, gapni boshqalarni ayblashdan, boshqalarni haqoratlashdan va tashkilotlarni inkor qilishdan boshlamay, biz qaysi jihatdan yetarli qila olmadik deb o'ylab beqishimiz, tajriba saboqlarni yakunlab, yaxshi fikr, takliflarimiz bo'lsa, o'ttirg'i qo'yishimiz. Bo'lmasa, ish qilayotgan tashkilot va shaxslarni qo'llab, ularga kerakli bo'lgan va qo'limizdan kelgan yordamlarni berishimiz kerak. Agar Amerikada bizga munosabatlik har qanday bir qonun ma'qullansa, u xalqimizning haq-huquqini qo'g'dash jihatda haqiqatan zo'r ahamiyatga ega. Oldi bilan Amerikada ro'yobga chiqqan biz bilan munosabatlik har qanday bir qaror yoki qonun xalqimizga zo'r umidlar elib keladi. Shuning bilan bir vaqtda u zanjirsimon ta'sir qo'zg'ab, boshqa g'arb davlatlarining Uyg'urlar uchun siyosatida ijobiy o'zgarishlar paydo qiladi. Xalqaroning Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziligini kuchaytirdi va shundoqla vatan sirtidagi Uyg'ur musofirlarining haq-huquqini qo'g'dash jihatda alohida rol o'ynaydi. Shuni alohida ta'kidlab o'tishga arziydi-ki, Amerikada chiqadigan har qanday qonun faqatla Xitoy zimini sirtida, bo'libmi Amerika ziminida qonuniy kuchga ega bo'lib, u Xitoy davlati ichida qonuniy kuchga ega emas. Amerikada ma'qullangan har qanday qonun Amerikaning tashqi siyosatida, jumladan Amerika-Xitoy munosabatlarida Tibet yoki Uyg'urlarga o'xshash munosabatlik taraflarning masalasiga qanday muomala qilishga yo'l ko'rsatkichlik rol o'ynaydi. Amerikada tuzilgan har qanday qonunning Xitoy davlati ichida qanchalik amaliylashishi faqat va faqatla Amerikaning diplomatik tirishchanligi va Xitoyning uningga qanchalik ahamiyat berishiga, uning o'ziga ilib keladigan foyda ziynini qandoq tangponglashtirishiga bog'liq. Hammamiz bilgandek, bizning haq-huquqimizni qo'g'dash bilan munosabatlik Xitoy davlatining va xalqaroning nurg'un qonunlari bo'lsa-mu, ularning hech qaysisi Xitoyda normal ijro bo'lgani yo'q. Amerikaning Tibetlar to'g'risida chiqargan qonun va qarorlari xeyli ko'p bo'lsa-mu, 1985-yil 7-oyda Amerika parlamentining 91 a'zosi birlikda imzo qo'yib, Xitoy hukumatini Dalay Lama vakillari bilan bevosita so'zlashishga chaqirgan bo'lsa-mu, biroq natijada hammamiz ko'rib turayotgandek 33 yildan keyingi bugungi kunda Tibet xalqining ahvolida ko'zga ko'rinarlik cho'ng o'zgarish bo'lgani yo'q. Hatto Tibetlar talab qilgan oliy avtonomiyami reallikqa aylangani yo'q. Aksicha, Tibet xalqiga yurgizilayotgan har xil bostirish siyosati uzluksiz davom qilmoqda. Tibet xalqimi ilib berayotgan davoni bo'shashtirmay uzluksiz davom qilyotidi. Shunga Amerikada Uyg'urlarga munosabatlik u qonun burunroq ma'qullangan bo'lsa, hozirgi lagerlar dunyoga kelmaydi.
Milyonlagan günahsız insanlar türmelerde, lagerlarda yatmaydı deb qarash Amerikada texi mevcut bolmagan o qanunning kuchini bak köptürüvetkenlik boludu. Agar Amerika qanun chiqarish orqali yana bir davlatning ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, Shimoliy Koreya masalasi hozirgidek bundaq uzunga so'zilib ketmagan bo'ladi. Amerikaning Shimoliy Koreya masalasini hal qilish uchun Xitoy hokimiyatiga hojati tushmagan bo'ladi. Agar Amerika qonun chiqarish orqali boshqa davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatilgan bo'lsa, o'ziga qo'shni bo'lgan kichikkina Kuba Amerika bilan shuncha uzun dushmanlashmagan bo'ladi. Amerikada kubaliklarmi allaburun erkin ozoda yurtiga berib keladigan bo'ladi. Undan boshqa Magnitsky qonuni allaburun ma'qullangan qonun bo'lib, hozirgi muhim masala qanday qilib bu qonunni xalqimizga qirg'inchilik siyosati yurgizayotgan bir qism Xitoy amaldorlariga ishlatib, ularni Xitoy zimini sirtida jazolatish maqsadiga yetish. Bu qonunmi faqatla Xitoy zimini sirtida kuchga ega bo'lib, uning eng cho'ng ahamiyati u qonun orqali Xitoy amaldorlarining Xitoy zimini sirtidagi manfaatini ziyonga uchirtish, ularning erkinligini cheklash, inovatini to'kish va xalqimizga ro'yi jihatdan umid bag'ishlash. Buninglik uchun tashkilotlarimiz va imkoni yor berganlar jazolatmoqchi bo'lgan har qandaq bir Xitoy amaldorlarining jinoiy qilmish to'g'risida yetarlik isbot to'plashi kerak. Men ishonamanki, vatanimizdagi jazo lagerlari cho'qim taqiladi. Xalqimizning beshiga kelgan ig'ir kunlar va zulmlar bundoq davom qilavermaydi. Xitoy hokimiyatimi zo'migarlikini mangu davom qilavermaydi. Mening qarashimcha, jazo lagerlarining qachon va qandoq taqilishi Amerika va xalqaroning Uyg'urlar uchun chiqargan qonuniga bog'liq emas. Mundaqcha qilib aytganda, Amerika bir qonun ma'qullash orqali vatandagi jazo lagerlarini taqatqizib o'tolmaydi. Vatandagi jazo lagerlarining taqilishi Xitoy hukumatining bu jazo lagerlarini ichishdiki maqsad muddaoga uningdan oladigan foydasi bilan Amerika va xalqaroning besimi tufaylidan kelib chiqadigan foyda ziyon orasidagi tangpongliq qatorliq omillarga bog'liq. Bir tarafdan agar Xitoy hukumati bu jazo lagerlarini ichishdiki maqsad muddasiga yetsa va yoki jazo lagerining zaruriyati qolmadi deb qarasa, jazo lagerlarini taqishi mumkin. Yana bir tarafdan agar Amerika va xalqaroning besimlari Xitoy hokimiyatiga har jihatdan ig'ir ziyon akelsa, u ziyon jazo lagerlarini davomlashtirish orqali erishadigan foydadan eshib ketsa, u chaqda Xitoy hukumati jazo lagerlarini taqishi mumkin yoki uning shaklini o'zgartib, ko'z bo'yamchilik qilishi mumkin. Yig'inchoqlab aytganda, Amerika boshchilik g'arb davlatlaridan va xalqarodan Xitoy hukumatiga nisbatan qancha ig'ir besim kelsa, Xitoy hukumati qancha o'sal ahvolga tushib qolsa, ondan amalsizlikdan jazo lagerlarini shuncha tez taqashga majbur bo'lishi mumkin. Mening qarashimcha, navbatda Amerikada Uyg'urlarga oid qonun chiqarishga eng foydali bir fursat bor. Amerikada Uyg'urlarga qonun ma'qullash va jazo lagerlarini taqash uchun bizning tashkilotlarimiz darhol harakatga kelib, sistemalik holda uzun muddat o'zliksiz tirishchanlik ko'rsatish kerak. Bizmo tashkilotlarimizni har jihatdan qo'llab quvvatlashimiz kerak.
Amerika Uyg'urlarga munosabatlik qonun ma'qullatish va jazo lagerlarini taqatqizish uchun men barliq vatandoshlarga va tashkilotlarga tövəndəki təkliflarni sunmaqçıman. Aldı bilan təşkilatımız lobbiçilik qilish uchun kasbiy xodim yollab, qonun ma'qullash uchun zarur bo'lgan xizmatlarni eng qisqa zaman ichida boshlasa. Undan qolsa, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti yoki Amerika Uyg'ur birlashmasi va yoki bu jihatda qobiliyati bor har qanday bir shaxs bosh bo'lib, Uyg'urlarning hozirgi ahvollarini to'liq aks ettiradigan bir parcha doklad yozib chiqsa, Amerika vatandoshi bo'lgan har bir Uyg'ur u dokladga imzo qo'yib, o'zi yashayotgan shtatdagi Avam palatasiya va Kengash palatasiya a'zolariga yo'llab bersa va shu orqali ularning ma'qullamoqchi bo'lgan qonun loyihasini qo'llashini qo'lga keltirsa. Eng oxirida vatandoshlar hozir elib berayotgan namoyish va har xil faoliyatlarni o'z yo'lida elib beraversa, vatan millatga ziyonliqli bo'lmaydi ekan. Hech kim bir-biriga to'sqinlik qilmasa, bir-birini inkor qilmasa, bir-biriga haqorat va hujum qilmasa. Eng muhimi Alloh rizosi va vatandagi shu xalqimiz uchun o'z shaxsiy g'arazlarimizdan voz kechib, o'zaro ittifoqlashsak, kuchni birlikka keltirsak, talash tartish va ixtiloflarni to'xtatib, zihnimiz va kuch-quvvatimizni da'voga to'plasak, da'voni birlikda elib barsak, hech bo'lmaganda da'voni bir yo'nalishda elib barsak, da'voga ziyon soladigan va dushmanga o'yin qo'yib beradigan ishni qilmasak. Qo'shimcha 1979-yildan hozirga qadar Amerika parlamentida e'lingan Uyg'urlar to'g'risida barliq qarorlar rad tartibi yaqindan burunqiga qarab tizildi. Oxirini o'zinglar to'rdan ko'rib olasizlar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.